Assalomu alaykum, bizani kuzatib borayotgan kanalimiz a'zolari, hurmatli mijozlar. Shahar atrofidan, Qo'yliga yaqin joylardan arzonroq, yangi qurilgan uy qidirib o'tganligi, yana yaxshi variantlarimiz bor. Bektemir postdan 1 kilometr o'tganimizda quruvchi akalarimiz tomonidan 1.8 sotuv, 1.6 sotuvli yangi qurilgan uylarimizni obzorini qilib beramiz. O'tgan videomizda naryo tarafda joylashgan 95 milligini obzor qildik. Bu tarafda 95 millik ikkita, 92 millik ikkita uy qurilgan. O'tgan videomizda o'sha 95 millik uylarimizni obzorini qildik. Ko'chani mana ko'rsanglar bo'ladi. Keng ko'chada, ko'chalari keng bo'lgan ko'chada joylashgan. Bektemir postdan 1 kilometr uzoqlikda bu yerda. Qo'yliga yaqin joylardan uy qidirib o'tganlar mana shu videoni ko'rsanglar, xudo xolasa manfaatli bo'ladi. Kommunikatsiyalardan muammo yo'q. Katta ko'cha yuziga yaqin, mana bu tarafni ham ko'ringlar. Hammasi chiroyli uchastkalar. Ko'chalar asfalt qilingan, yangi, katta ko'cha yuziga ham 100 metr uzoqlikda joylashgan. Hozir mana shu 92 milligini obzor qilamiz. Uy oldiga mashina qo'ysak bo'ladi. Yonida mana zeroni zonalar ham qoldirilgan, kichkina bo'lsa ham. Avtomatik darvoza, mashina kirishi uchun yonida bo'lsa, kalitga eshiklar qo'yilgan. Domofonlargacha o'rnatib qo'yishgan. Mana mashina qaranglar, qo'ysanglar ham mana shu eshigimizni tagiga ham mana chiroyli qilib zontiklar qilib qo'yishgan. Uy hovlisiga mashina, tapchalar qo'ysanglar bo'ladi. Ko'ryapsizlar, hovli ham qoldirilgan. Uy old tarafida bitta hojatxona. Bu tarafdan bo'lsa, yerto'laga tushsak bo'ladi. Uy katyollar yerto'lada joylashgan. Tushib ko'ramiz. Bismillah. Qaranglar, podvol ham kattagina ekan. Bemalol qishlarda foydalansanglar bo'ladi. Bu taraf sal kengroq, bu yoq sal ingichkaroq ketgan, lekin uzun. Katyollar mana o'ng qo'lda joylashgan. To'lani ko'rdik. Endi uyga kiramiz. Oshxonaning tagini yerto'la qilishgan. Uy yonboshidan bino ichiga kirilar ekan. Bismillah deb uyga kiramiz. Remontlarni qaranglar. Mazza qilib. Domofonlar bu yoqqa qo'yilgan. Olgan odam mazza qilib yashaydi. 92 ming dollar kelishadigan joyi bor. Chap qo'limizda bitta detskiy xona. Lyustrasi ham ilingan. Topli polda isiydi, radiatorda ham isiydi. Detskiy xonaning yonida oshxona. Qaranglar. Ayollar mazza qilib foydalanishadi. Oshxona mebellarini qaranglar, mazza qilib foydalansanglar bo'ladi. Hamma sharoitlar qilingan. Bu tarafda xolodilniklar qo'yilgan. Ko'chib kelasiz, yashayverasiz, xudo xolasa. Oshxona yonida sanuzel xona. Sanuzel unitazlar bu tarafda rakvina, vannalari qo'yilgan. Ko'ryapsizlar. Remontlarni lekin zo'r qilishgan. Koridordan to'g'ri o'tganimizda katta hol bor. Holni qaranglar, lyustrasi ilingan. Televizor uchun mana bu tarafda katta joy tashalgan. Holga bemalol mashga qo'yib, kreslo dolgularni qo'yib, mazza qilib o'tirsanglar bo'ladi, divanli zona qilib. O'ng qo'limizda bo'lsa, yana bitta detskiy xona bor. Lekin razmeri katta ekan, mana xolasanglar bolalarga xona qilib beringlar, xolasanglar kattalarga xona qilib bersanglar bo'ladi. Idalchi yuramiz. Qo'ldan o'tganimizda o'ng qo'limizda katta mehmonxonani ko'rsak bo'ladi. 20 kishiga mo'ljallangan mehmonxona. Havo aylanishi uchun ko'rsa joy ham tashalgan orqada panorama romlar o'rnatilgan. Bismillah. Qo'ldan to'g'ri o'tganimizda ota-onalar yotoqxonasi, xonalarning razmeri lekin xudo xolasa puliga arziydigan qilib katta qilishibdi. Xonadonimizga egalari 92 ming dollar statuy so'rashyapti. Yana kelib agar pul bilan kelib savdolashadigan bo'lsanglar, kanalimizdan chiqsanglar, yana ham o'tib beramiz deyapti. Bu xonadonimizning yonida 95 milliklar bor. Ularni boshqacha variant o'tgan videolarimizda qo'yganmiz, ko'rsanglar bo'ladi. Salomat bo'linglar. Qo'yliga yaqin joylardan mana shunaqa Novostroy ko'chasiga qidirgan tanishlarga tarqatib qo'yasizlar.